Akalar, Yuvanab gibridni ko'rsatib beraman. Bemalol o'tirib olib ko'ringlar. Uyda 310 gaz kamerasi bor. Lidar datchiklari bor. Bularda anaqa tepada o'tirmaydi. Ana bu sensorda oldidan xavflarni ko'radi. Tortadigan bor, tortgichda parktronik bor, yonlarda yo'q. Значит, avtoparkovkasi bo'lmaydi. Farlar LED. Bu tarafda o'zi ikkita parktronika bor ekan oldida. 17-razmerdagi diska balonlari 215-60 R17 ko'ryaptimi akalar? Baloni Hancock. Ko'rishingiz mumkin. Balonlar podveskalari mana akalar, ko'ryaptimi? Orqalarini ham ko'rsataman. NFC karta bor, beskutchoy dostуп bor. Akalar, to'g'risini aytsam, bu qaysi pozitsiyaligini o'zim ham bilmadim. Birinchi pozitsiyami, ikkinchi pozitsiyami. Elektronli sideniya. Oldiga, orqaga baland past bo'lar ekan. Benzabak ochadigan knopkasi. Mana tarafda benzabak. Buni ochib bo'lmayapti. Yopib qo'yishgan. O'ynab tashlamaslik uchun. Bu endi har bitta salonimizda turib chiqadigan mashina. Xo'sh, adaptivniy cruise control bor. Bilsalaringiz, hozirgi Yuvanabda adaptivniy cruise control yo'q edi. 360 gaz kamera bor. Kapot hozir ochib turibdi. Kapotlarni ko'rsataman. 360 gaz kameralari mana. Qanaqadir chiroyliroq ekan. Bu yoqlardan chiqargan. Xo'sh, nastroykasiga kiramiz. Bunda mana odamlarni ham ko'rsatar ekan. Tabloga chiqib turibdi mana narsalari. Shu menyuga kiraylikchi. Nima narsalari bor menyuda? Navigator qo'ysa bo'lar ekan. Tabloga radio mana. Navigator qo'yib haydasalaringiz bo'lar ekan akalar. Zo'r funksiya qilib qo'yishibdi. Boshqa gap bo'lish mumkin emas. Xo'sh, bu yerdan nima rasxodlarni ko'rsa bo'lar ekan. Mayda-chuyda narsalar qilsa bo'lar ekan. Rulda yana nima knopka bor? Prinsip rulda uncha ko'p knopkasi yo'q. Face ID bor. Ochki qo'yadigan joy bor. Голос управления bor. Sos knopka qo'shibdi, sos knopka. Pardasi bor ekan mana. Yana qanaqadir knopkalari bor. Быстрый беспроводная зарядка, sport eco rejimlari bor ekan. Mana. Akalar, sotuvda hali mashina yo'q, mart oyida keladi. Shuning uchun hozirdan bizga telefon qilib, narxini so'rab, yozib o'tirgansiz foydasi. Narx chiqqan kun xudo xolisa aytamiz akalar. Tokda yuradigan rejim, benzinda yuradigan rejim, start stop, auto hold. Nima funksiyalar bor bu yerda. Xo'sh, drive mode. Bu yerda har xil mashinalar funksiyasi chiqib, bir ballonlar. Bu hali ko'ramiz buni. Tamam, rejimlar. Qanaqa yurish rejimlari, my car, abograf bor ekan sideniyada, abograf rulya bor. Kerakli narsalari bor. Abograf rul, abograf sideniya oldida bor ekan. Xo'sh, Play Store bor. Kufrlashni xudo xolisa qilsa bo'lar ekan bunda ham. Nima narsalar bor yana? Xo'sh, buni bosib turaylikchi. Настройкаga kiramiz. Bir balolar. Hozirdan tushunmadim. Bu taraflarda hech qanaqa o'zgarishlar yo'q. Endi salon 2 xil, 3 xil rangda bo'ladi dedi. Qani ko'ramiz qanaqa ranglarda chiqadi. besh atmosferniy motor. Bunda 2 xil pozitsiyasi bo'ladi deyapti. 166 ta ot kuchligi, 212 ta ot kuchligi. Birinchi pozitsiyasi 40 km/cha, ikkinchi pozitsiyasi 90 km/cha tokda yuradi.
Super gibrid deyapti. Orqada nima qulayliklar bor? Orqada prinsipi mana Type-C zaryadchiklar qo'shilgan. Ma'mula ko'tarib tushadi. Airbaglar bor, har taraflama. Endi bu qaysi paysaligi, agar yana bir aytib bilmayman, podlokotniklar bo'lishi kerak. Qo'l ochilib yopiladi. Shu qolgan gibridlarda bor narsalar, nasos, kley, trigonlik o'zida. Bunda poligi bor, endi polig chiqadimi yo'qmi bilmaymiz keyingilarda. Gibrid. Orqada 4 ta parktronikga ega ekan, 360 kamerasi bor. Orqa podeskalarini ko'rsataman. Akalar. Orqa podeskasi. Bu o'zim boya haydadim, juda ham yumshoq, razgorlari zo'r. Like bosib qo'yinglar. Videoni ko'rib bo'lganingizdan keyin faqat medlenniy zaryadka. Medlenniy bu быстрый, по-моему. Hamon ko'rsatib bera oldim. Nima narsalari bor, nima narsalar yo'qligini. Bu yoq endi xudo xolasa sotuvga chiqqandan keyin yurishlarini, boshqa narsalarni ko'rsatib beramiz akalar.